Web akademiya orqali ma'lumot olish uchun brauzer orqali study.org.uz veb-saytiga kirish lozim. Veb-saytimizga tashrif buyurgach, loyiha haqida ma'lumot olishingiz hamda o'quv platformasida o'qish uchun ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Ariza qoldirish tugmasi bosiladi. Ro'yxatdan o'tish sahifasi. O'quvchi kontakt ma'lumotlarini kiritadi. E'tibor bering, elektron manzil to'g'ri kiritilishi lozim. Barcha ma'lumotlar va o'quv moduli muvaffaqiyatli yakunlangach, sertifikat ushbu elektron manzilga yuboriladi. Yo'nalishlar qismida bir nechta yo'nalishlarni tanlash imkoniyati mavjud. Shaxsiy ma'lumotlarni uzatishga rozilik tugmasi bosiladi. Barcha maydonlar to'ldirilgach, yuborish tugmasi bosiladi. Arizangiz qabul qilindi. Mutaxassislar arizangizni ko'rib chiqib, elektron manzilingizga kirish ruxsatnomalarini yuborishadi. Ro'yxatdan o'tib, elektron manzilingizga ruxsatnomalar kelgandan so'ng Web akademiya platformasiga kirishimiz mumkin. Platformaga kirish tugmasi bosiladi. Kirish sahifasiga ma'lumotlar to'ldiriladi. Tanlangan o'quv modullari asosiy sahifada ko'rinadi. O'quv moduliga kirib, o'qishni boshlashimiz yoki boshlangan o'quv modulida o'qishni davom ettirishimiz mumkin. O'quv moduliga kirib, ketma-ketlikda mavzular, taqdimotlar va testlar bilan tanishib, topshiriqlarni bajarish mumkin.